Ana, tez gel. Oğlum, sen günlük hayatından özün çıkalmaydın ve özünü ifadeleşte qiynaladın. Şundaqdımı mektep yaşın toşqununda seni mektepke berdim. Bir günü sınıfına kirgenimde savaqdaşlarım her xil qılıqlarını qılıp seni zаңлы qilish etipdi. Sen bolsan kulib qo'yib beshingni egib o'ltiribsan. Ba'zida eng cho'ng to'salg'u ko'zga ko'rilmaganidir. Tevişsiz bir dünyada düşünüşke erişiş ba'zida eng cho'ng arzu bo'lib qoladi. Ba'zida bilmaslik qo'rqishdanmi yomon bir to'salg'u bo'lishi mumkin. Ba'zi kishilar uchun aytganda, mundaqla qarab qo'yishning o'zimi g'oyat zo'r to'salg'i bo'ladi. Ba'zilar uchun sirtqa chiqishmi bir armon. Qizim, men sizni bak yaxshi ko'raman. Siz bilan birga bo'lganligimdan xushalman. Siz duch kelgan xiris va to'salg'ular menga chunqur ta'sir ko'rsatdi. O'z salomatligimga ko'ngil bo'lishim kerakligini bilsammi, men yana sizning kelgusingizdan doim g'am yeyman. Ularga yar yo'lak bo'lsak, hayot texmi go'zal bo'lg'isi. Farq at, yo'lak bo'l, umid ber. To'salg'ularni eshish uchun birlikda ilgarilaylik. Ey ümit çırığı, ey sahavetçi kol, bir gödekning sadası bol, bir anının ümidi, bir hayatning buruluş nuqtası. 11 nefer ahvali bir kadar alaydı bo'lgan bu balalar, biz mağan koçidin mağıdı, biz qarıgan asmanga qaraydı. Ama Türk vatandaşı bo'lmaganligi uchun devlettin maarif ve sahiyya ishlarda hech qandaq yordam alanmaydı. Qani qarindishim, bu farzandlarimizning qiyinchiligini hal qilish uchun birlikda kuch chiqaraylik. Qizim, siz dunyoga ko'z ochib 14 kunlik bo'lganda doktorlar sizga ona sutining reaksiya qildiganligini, bir umr alayda yemaklik yeyishingiz kerakligini va davolatmasak palash bo'lib qolganligingizni aytdi.